Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Akinda platformasi haqida gaplashamiz. Bu platformaning qanday xususiyatlarga ega ekanligi, a, uni platformani ichiga kirgan holatda har bitta funksiyasini tushuntirib, ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Qani unda boshladik. Avvalambor bu yerga internetga kiramiz. Akinda deb yozamiz. Bu yerda o'sha sayt holatida chiqadi. Biz kompyuterda foydalanganligimiz uchun. Agar siz telefondan kirmoqchi bo'lsangiz, o'sha Google Play'dan Akinda deb yozsangiz, mana shu Akindani topib olishingiz mumkin va foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda kiramiz. Birinchi bor kirayotganingizda mana bu yerda tilni o'zgartirib olasiz. O'zingizga kerak bo'ladigan tilni, qaysi bir til qulayroq bo'lsa, biz hozir bu yerda o'zbek tilida ishlatamiz. O'zbek tilini. Agar birinchi bor kirayotgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosishni maslahat beraman. Keyin bu yerda funksiyalardan to'liq holatida foydalanish uchun ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Men avval kirganligim uchun bu yerda kirish tugmasini bosaman va Google orqali kiraman. Google orqali kirish tez va oson va qulay. Tez kirdi. Mana foydalanishimiz mumkin bo'ladi va ma'lumotlarni mana o'zbek tilida chiqarib beryapti hozir bizga. Mana to'p halol aksiyalar mavjud bu yerda. O'sha aksiyalarni o'sha sektoriga bo'lingan har bir sektor alohida mana ko'rib, tanlab, o'zingizga kerakli bo'lgan sektorda kirib, o'sha aksiyalarni tekshirib olishingiz mumkin. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Bu bizga Akinda biz uchun broker emas. Shuni eslatib o'taman. O'sha biz dunyo bozoridagi, ya'ni aksiyalarning halolligini, ya'ni skriningdan o'tgan aksiyalarni tekshirib olishimiz mumkin. Ya'ni halolligini tekshirib olishimiz va u bizni e'tiqodga to'g'ri keladimi, yo'qmi, o'shasini tekshirib olib, o'sha aksiyalarni oldi-sotdi qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu platforma shunchaki bizga aksiyalarni tekshirib beradi, xolos, halolligini. Va bu yerda turli xil signallar beriladi. O'sha o'zini tariflari mavjud. Mana bu yerda obuna tarifi, obunalari bor. Agar mana shu standart, premium, investor hozir oylikni, yillikda ko'rsatyapti. Agar siz oylik tarifga o'tsangiz, tekin, standart, premium va investor tarifi mavjud. Standart tarifida arzon aksiyalar, premium tarifida esa arzon va qimmat aksiyalar mavjud. Investorlik tarifida esa hammasi bitta bo'lib jamlangan. Agar sizda kattaroq mablag' bo'lsa, mana shu investorlik tarifini tanlashni maslahat beraman. Men o'zim mana shu tarifdan foydalanaman, $9. Men uchun qulay, arzon. Mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan aksiyalarni qanday, mana shu tarifga a'zo bo'lsangiz qanday funksiyalar siz uchun ochilishi, nimalar qilish mumkin va nimalar qila olmasligingiz ko'rsatib o'tilgan. Va bu yerda karta qo'shishni, mana bu yerda mening kartalarimga kirasiz. Mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan o'sha ma'lumotlar. Kartalaringizni qo'shib, mana shu yerdagi obunalarga, tariflarga obuna bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Oylik chizamiz. Va bundan tashqari, hozir men sizlarga bitta aksiyani tahlilini ko'rsataman, ya'ni tekin. O'sha arzon aksiyalarni ko'rsataman. Bittasini tekinga ko'rsatib, mana bu signal berilgan ekan, mana yaqinda berilgan ekan, uni bosamiz. Hisobotiga kiramiz. Adashmasam bu kompaniya Roblox, o'sha o'yin, yosh bolalarning o'yini uchunmi? O'rtacha median tarix. Adashmasam shunaqangi kompaniya. Mana bu yerda tahlil vaqtidagi narxi, kirish narxi, qancha kutilayotgan foyda va qancha zarar. Agar siz hozir mana shu signaldan foydalangan holatda siz bozorga kirib, shu savdolaringizni amalga oshirishingiz mumkin mana shu signaldan foydalangan holatda.
Mana bu yerda o'sha ma'lumotlari berib borilgan. Roblox yosh bolalar o'yini bo'lishdan chiqmoqda. Noto'g'ri yozilgan adashmasam. Hozircha jami yoshlarni tasdiqlagan. Mana shu ma'lumotlar berib borilgan. Va bu yerda har xil kompaniyalarni ko'ryapsiz. Mana qachon buy qilish kerak, ya'ni qachon sotib olish kerak va qachon sotish kerak, qachon stop loss qo'yish kerak ko'rsatib o'tilgan. Bu esa sizlarga bonus sifatida agar xohlasangiz skrining qilib foyda olishingiz mumkin. Mana shu men bergan signallardan foydalangan holatda. Va bundan tashqari bu yerda Akinda AI mavjud. Men kerakli funksiyalarni sizlarga hozir ko'rsatib o'tdim. AI, Akinda AI boshqa sun'iy intellekt platformalari ham mavjud deb aytishingiz mumkin. Lekin bu bizga o'sha investitsiya, moliya o'sha sohasi uchun moslashtirilgan sun'iy intellekt bo'lganligi uchun bizga tezroq va qulayroq yanada o'sha bizni muammolarimizni qulayroq yechim berishga undaydi bu platformadagi AI tahlil qiluvchi Akinda AI. Boshqa platformalarda esa, ya'ni boshqa AI sun'iy intellektlari esa bunchalik darajada ma'lumotlar bera olmaydi deb o'ylayman. Mana misol uchun yozamiz hozir Apple aksiyasini. Apple yozamiz. Mana bizga o'sha ma'lumotlarni ko'rsatib berdi va bu ma'lumotlarni o'zbek tiliga tarjima qilib o'qib kirishimiz mumkin bo'ladi. Hozir tarjima qilyapti. Mana o'zbek tiliga tarjima qilindi. O'sha bozorga qanday holatda hozir kirish kerakmi, kirish kerak emasmi, o'sha kelajagi o'sha haqida mana bu yerda to'liq ma'lumot berib o'tilgan. Siz ham bu platformaga kiring, mana shu funksiyalardan foydalanib, o'sha o'zingizni savdo sotiqlaringizda foydalanishni maslahat beraman. Va bundan tashqari bu yerda o'yinlar mavjud, hamjamiyat mavjud. Hamjamiyatga agar siz qo'shilsangiz, mana shu Telegramdagi hamjamiyatga qo'shilsangiz, bu yerdagi ustozlarni bilimlaridan foydalangan holatda savdo sotig'ingizni yanada barakali qilishingiz, ya'ni savdo sotig'ingizni yanada unumli qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni savdolaringizda baraka topishingiz mumkin bo'ladi. Ustozlarni bilimini eshitgan holatda bu yerda ustozlar mavjud. Shu Akinda jamoasida bilimlardan foydalangan holatda bozorda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ustozlarni bilimini ishlatgan holatda men o'zim ham o'sha jamiyatga qo'shilganman. Ular bilan birgalikda o'zingizni qiziqtirgan kompaniyalarni aksiyalarini so'rashingiz, ma'lumotlar olishingiz, o'sha yerdagi jamoada o'sha siz kabi fikrlaydigan insonlar qatorida bo'lishingiz mumkin bo'ladi agar shu Telegram jamiyatiga qo'shilsangiz. Va maqolalar akademiyasi va bundan tashqari mana bu yerda tayyor portfolio ham bor. Biz bilamiz Nurmuhammad Ismoilov tomonidan hozirgi kunda mana shu challenge olib borilyapti. Mana shu challenjga qo'shilsangiz, bu challenge tekin. Shunchaki mana shu aksiyalarni siz ham sotib olib, shu challenjga birgalikda qo'shilib, aksiyalarni oldi sotdi qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu agar minus bo'lib ketgan aksiyalardan boshqasi mana shu plusda bo'lib turgan aksiyalarni sotib olib, siz ham challenjga qo'shilib birgalikda mana shu Nurmuhammad Ismoilov bilan birgalikda o'sha savdo sotiqlaringizni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Adashmasam bu yanvar, fevral yoki bo'lmasa mart oylaridan boshlab ushbu challenge boshlangan. Hozirda bu challenge davom etyapti hali ham. Yana bir ma'lumot shu o'rinda aytib o'tib ketaman. Kelajakda bu platformada o'sha O'zbekiston aksiyalari ham chiqishi rejalashtirilgan va planda bor.
Bu yerda faqat biz hozir Amerikaning aksiyalarini tekshiribgina qolmasdan, kelajakda hozirgina kelajakda o'sha O'zbekiston bozoridagi kompaniyalarni halol skriningdan o'tganligini ham tekshirib olishimiz mumkin bo'ladi kelajakda. Sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa layk bosishni unutmang. Kommentariya qoldirishni, qanday savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. O'zimni bilgan bilimlarim bilan sizlarga javob berishga harakat qilaman bilganimcha. Videodagi xato kamchiliklar uchun hammadan oldindan uzr so'rayman. Hammaga rahmat.